alaykum. Bo'lmanglar. Hop, hozir Fuzoilda ishlarini ko'ramiz. Teksturani mana o'zi sraz aytyapti. Tekstura yo'q deyapti. Ya'ni buni hozir moderatordan ochadi, modeliz olsa xuddi shunaqangi chiqadi. Nitkalargacha keyin bunaqangi bo'lmaydi. 16 tagina qilibsizda, 16 ta juda ham kamda. Bunaqangi modellarga, misol uchun bu mana amr bo'lgandan keyin marb etib qo'yib, plug deb qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bunday qilib qo'ysak, mana standartda diffuziya berib qo'ygansiz. Siz hozir misol uchun qaysidir nimada render qilasiz-ku, V-Ray'dami, Corona'dami, ana o'shani materiali bo'lishi kerak. Hop, misol uchun hozir men tashab qo'yapman. Endi videoni ko'rganingizdan keyin nimaga tashlaganligimni hozir bilasiz. Hop, mana tashab qo'yamizda. Masalan, bu yerda mana prompt bor o'zi. Tayyor yozilgan prompt bor. Buni ochamizda, mana bu yerda mana promptni ikkinchisini kopiya qilamiz. O'zgartirib qo'yamiz. Mana choksiz bo'ldi. Mana shu teksturani hozir ishlatsangiz, muammo bo'lmaydi. Keyin qanaqangidir saytdan tekstur olsangiz ham, mana shunaqangi qilib ishlatsangiz, sizga muammo bo'lmaydi. Chunki kopiya qilib qo'yibsan demaydi-da narsaga. Bu bo'lsin, bu bo'lsa, chunki nimangizdan Unwrapingizdan yaxshi chiqadi. Bekitamiz, kattani bostirib yuzani bosamizda, keyin aytda shuni qo'ysak, bitta kamaytiradi, keyin qo'yib qilamiz. Mana bunaqangi qilishingiz kerak sizlar. Imkon qadar o'z aslida to'g'ri setga tashlashni ham nima qilishingiz kerak. E'tibor bering. Bu yerda setkingiz yo'q. Umuman teksurali modelda imkon qadar setga bo'lish kerak. Nimaga? Chunki siz turboli yasayapsiz modelingizni. Bugun tekstura berganingizdan keyin turbo bersangiz, qayerda unwrap'da siz kesasiz. Misol uchun mana bu yerda kesdingiz. Misol mana bu segmentda kesdingiz. Kesganingizdan keyin siz agar bunga turbo bersangiz va mana bu yerda qo'shimcha segmentlar bo'lmasa, betingiz sochilib ketadi. Endi mana bu ham segment tashlaymiz, bo'lmasa shu aytganimdek cho'klar qilib yuborib qo'yadi. Mana ularga qarab turib, sal proporsiya olib turib qilib berilaveradi. Mana misoldan shunday ketadi. Sizda bu bunaqangi turibdi-yu, shu arxiv qilib turganingizda mana tozalangandan keyin har doim metkasi pastda turishi kerak. Mana metka har doim mana shu yerda turishi kerak. Keyin bu turgandan keyin markazga mana bunaqangi qilib qo'yib qo'yishingiz kerak. Menda har doim mana model mana shunday turishi kerak. Bu bunaqangi narsa bo'lgani uchun konsol. Agar podvesni bo'lganda metka tepada turardi. Ana agar bu nima bo'lganda, podvesni qanaqadir svetning bo'lganda metkasi mana bu yerda turardi. Agar bu bira bo'lganda metka mana bu yerda turardi, mana orqada turardi. Sizda hozir bu narsa mana bu yerda turadi, chunki anaqangi yerda turadi-da bu. Mana shu turishi eng to'g'ri joy. Mana nimalar, ordinat o'qlari hamma narsasi 00 bo'lib turibdi. Ko'ryapsiz?